Siz Amerika ovozi televideniyasini tomosha qilyapsiz. To'qlikka sho'xlik qilma deyishadi. Iqtisod gullagan bir davrda isrofgarchilikka berilib, bugun har bir dollarning qadriga yeta boshlagan amerikaliklarning eski mollar sotiladigan do'konlarga ish tushgan. Supermarketlar bazo'r savdo qilayotgan bir sharoitda avval kelgan kiyim-kechak, ishlatilgan jihoz, qolaversa eski uylar buzilganida chiqqan qurilish materiallarini sotadigan maskanlarning oshig'i olchi. Nasiba Tohir ular haqida hikoya qiladi. Maryland shtati Baltimore shahridagi mana bu omborxonada savdo qizigan. Odamlar qurilish, xo'jalik mollarini xarid qilmoqda. Masalan, Joe Goldsmith tomni yopish uchun sopol plitalar tanladi. Ishlatishga yaraydigan narsalar ko'p ekan bu yerda. Ko'rinish ham, narx ham yomon emas. Uyini remont qilayotgan Joe Goldsmith oldinga kelishida oyna, deraza, eshik dastaklardan olib ketdi. Eski qurilish mollari bilan savdo qiluvchi bu omborga har kuni mana shunaqa minglab odamlar kelib ketadi. Bozor o'char qiladi. Firma ijrochi direktori Leslie Kirkland oson tuyulgani bilan ish juda ko'p deydi. Oddiy do'konlardan farqimiz katta. Birinchidan, foydalansa bo'ladigan eski mollarni yamab tozalaymiz. Ikkinchidan, ularni arzon narxda xaridorga sotamiz. Qarabski, hamma xursand. Isrofsiz texnologiya. Bu biznes chorak asr oldin oddiy bir skladda yo'lga qo'yilgan va bugun omborxona ancha kengayib, salkam 4000 kvadrat metr maydonni egallaydi. A'zolar soni esa 5000 dan oshgan. Do'kondagi barcha mahsulot xayriyadan keladi. Saxovatpesha odamlarga esa soliq imtiyozlari beriladi. Istagan odam yoki kompaniya xayriya qilishi mumkin. Har xil idoralar ba'zida yangi mol sotib oladi, eskisini qayerga qo'yishni bilmaydi. Ana shunday hollarda bizga kelishadi. Tovarlar juda arzon narxga sotiladi. Boshqa do'kondagi bahodan 70-90% kam bo'lishi mumkin. Bu omborxona mijozlari orasida oilali odamlar, uy bekalari ham, ishbilarmon, tadbirkor kishilar ham bor. Eng yaxshi narx shu yerda. Nima kerak bo'lsa, to'g'ri kelaveraman. Ko'pincha bu yerda topgan buyumlardan har xil ajoyib narsalar yasayman. Eski, oldin qo'llangan, qayta ishlangan mol sotib olishga harakat qilaman. Ham tejamli, ham chiqsiz. Mana bu yog'och uyimning shipiga juda mos. U yoq bu yog'ini tozalab, laklab yuborsam bo'ladi. Ombordagi molning ko'pi modadan qolgan. Yillab sotilmaganlari bor. Lekin odamlarning didi har xil. Lilian Edwards eshik izlab boshqa narsa topdi. Ko'rib yoqtirib qoldim. Atigi $5 ekan. Arziydigan buyum. Olsam olibman-da. Eski ammo yaroqli javon mana shu ayolning uyini bezasa ajab emas. Bu singari do'konlar hozircha kam, lekin xaridorlar mahsulotlardan rozi ekan. Bu kabi savdo markazlari ancha ko'payishi mumkin. Junso, Nasiba Tohir, Amerika ovozi televideniyasi uchun.